Dünya özünün adaq tınıqlarida. Qiyomatning cho'ng kichik alomatlari. Avtori Doktor Muhammad Al-Arifi. Tarjima qilguvchi Sajiya tarjima mahoratini o'stirish sinfi o'quvchilari. Nashr qilguvchi Sajiya Islom tadqiqot markazi. Muharriri Doktor Abdul Aziz Rahmatullah A9. Korrektori Abduvali Abliz Muhammad Barat. Lahiyaligüchi A Axun. 3. Yajuj Majujlarning chiqishi. Yajuj Majujlar Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning hadisida kelganidek ikki cho'ng qabila yoki odam avratlaridan bo'lgan ikki xalqdir. Ammo ular haqida ba'zi kitoblarda kelgan. Ularning bak pakar va kichiklari va yana bak cho'nglari bor. Ba'zilari bir qulqini ko'rpa, yana bir qulqini yotqan qilib yotidi degandek gaplarning hech qaysisining asosi yo'qdir. Ular odam avlatlaridan bo'lgan ekan, albatta odam bolalarining qiyofatida bo'ladi. Lekin ular Zulqarnaynning vaqtida zaminda buzg'unchilik qilgan xalq bo'lg'achqa, Yajuj Majujlarga qo'shni xalqlar Zulqarnayndan ularni o'zlarining zaminlariga kelib buzg'unchilik qilishlaridan cheklash uchun ular bilan o'zlari o'tirsaga to'sma solib berishni o'tinadi. Zulqarnayn ularning deganida qilib berdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bizga oxir zamonda Isa alayhissalom zamonga tushgandan keyin Yajuj Majujlarning chiqadiganligi, andan zamonga tarilib Maryam o'g'li Isa va uning bilan birga bo'ladigan mo'minlarni Baytul Muqaddasdagi bir taqqa qurishib oldiganligi, mo'minlarning nihoyat tas ahvolda qoladiganligi, dal shu chaqda Alloh taolaning Yajuj Majujlarga ularning bu yo'llarini yeydigan qurtlarni avatadiganligi, shuning bilan ularning hammasi bir odam o'lgandekla biroqla o'ladiganligi, shunday qilib Alloh taolaning Isa alayhissalom va hamrohlarini ularning yomonligidan saqlab qoladiganligi haqida oldin xabar bergan. Tuvanda mushu voqealiklar haqida birma-bir to'xtalamiz. Yajuj Majujlarga qarshi to'sma solish qissasi. Alloh taolo Salih podshoh Zulqarnaynning tarixiy voqealigida mundaq deydi. Andan Alloh uningga qulaylik qilib bergan yo'lga mangdi. Zulqarnayn ikki tog' orasiga yetib borganda, ikki tog' oldida hech qanday so'zni tushunmaydigan, ya'ni o'zining tilidan g'ayri tilni bilmaydigan bir qavmni uchratdi. Ular: "Ey Zulqarnayn, Yajuj Majujlar yer yuzida haqiqatan buzg'unchilik qilguvchilardir. Biz bilan ularning orasiga bir to'sma solib berishing uchun sana bir qism melimizni bajiga o'xshash to'lasak bo'lamdi" dedi. Zulqarnayn aytdi: Allah'ның manga bergen narsalari, ya'ni kuch-quvvat va podshohlik sizlarning manga beradigan malanglardan ortiqdir. Manga odam kuchi yordam qilinglar. Ular bilan sizlarning oranglarga mustahkam bir to'sma solib beray. Manga to'mir parchalarini olib kelinglar. To'mir parchalari dovlanib, ikki tog'ning orasi takshi bo'lganda ko'yiklarni besinglar. To'mir parchalari qizib o'tdek bo'lganda, manga eritilgan misni beringlar. Ustiga to'kay dedi. Ular, ya'ni Yajuj Majujlar uning ustiga chiqishgami, uni teshishgami qodir bo'lolmadi. Kahf surasi 92-oyatdan 97-oyatlargacha. Zulqarnayn kim? U Allohga ishonadigan dindor podshoh bo'lib, ahli ilmlarning so'zlaridagi to'g'ri qarashga asoslanganda payg'ambar emas. U shaytonning ikki mungizi ko'tariladigan va patadigan joylar bo'lgan kun chiqish va kun petish zaminlarigacha yetib borganlik uchun Zulqarnayn ikki mungizlik deb atalgan. U Iskandar Maqduni emas. Chunki Iskandar Maqduni kafir edi. Uning ustiga Iskandar Maqdunining yashagan davri Iskandar Zulqarnaynnikidan keyin. İkkisining o'rtasida 2000 yildan ko'proq vaqt bor. Vallohu a'lam. Alloh taolo Kahf surasida uning butun zaminni aylanib chiqadiganligi haqidagi tarixini bayon qilgan bo'lib, biz bu yerda Yajuj Majujlar voqealigiga aloqador oyatlar haqida to'xtalamiz. Andan Alloh uninga qulaylik qilib bergan yo'lga mangdi. Ya'ni uchinchi bir yo'lga, sharq bilan g'arb o'rtasidagi shimol tarafga qarab yo'l oldi va nihoyat egiz tog'larga yetib keldi. Zulqarnayn ikki tog' orasiga yetib borganda, ya'ni u qo'shinlar bilan birga Turk zaminining Armeniya va Ozarbayjon bilan chegaralangan yerdagi ikki cho'ng tog' orasiga yetib keldi. Ikki cho'ng tog' orasida yeriq bor bo'lib, Yajuj Majujlar ashu yeriqdan Turk zaminiga chiqib, o'ktamlik qilib, fitna fasod terib, ediz ariq mol chorvalarni vayron qilishadi. Turklar Zulqarnaynning kuchliligini ko'rib, uning jangovarligi, parasiti, yaxshiligini his qilgandan keyin uningdan o'zlari uchun Yajuj Majujlar chiqib, o'zlariga hujum qiladigan o'tishma yo'l tarafga bir to'sma solib berishni o'tindi. Buning badaliga pul mollarni to'plab uningga berdiganligini bildirdi. Lekin Zulqarnayn dindor podshoh bo'lg'achqa to'smini Allohning savobini umid qilib bekorga solib bermoqchi bo'ldi. To'sma turg'izishning eng qulay usulining ikki tog' o'rtasidagi ashu yo'chiqni tindirish ekanligini his qildi. Kishilardan o'ziga yordam qilishni talab qildi. Menga odam kuchi bilan yordam qilinglar.
ular bilan sizlarning oranglarga mustahkam bir to'sma salib beray dedi. Ikki tog' orasining o'ttirisini temir parchalari bilan to'ldirgandan keyin ularga ko'riklarni besanglar dedi. Ya'ni temir parchalarini ko'riklar, temirchilar temir tavlaganda o'tni ulg'aytish uchun po'lashga ishlatadigan bir xil sayman bilan po'langlar. Temir parchalari o'tdak bo'lganda, ya'ni ashu temir dövsi kuyib o'tdak bo'lib yongan chaqda menga eritilgan misni beringlar. Ustiga to'kay dedi. Temir va mislar bir-biriga yepishib, nihoyatda puxta bir to'sma hosil bo'ldi. To'sma bek egiz bo'lg'achqa, Yajuj Majujlardan iborat bozg'unchilar uni yamisholmaydi. Ustigimi chiqolmaydi. Mustahkam va him bo'lg'achqa, ostinimi teshalmaydi. Zulqarnayn bu to'sma orqali Yajuj Majujlarning chiqish yo'llarini etib o'tgan edi. Yajuj Majujlar kim? Ba'zilar Yajuj Majuj degan xuddi Talut va Jalut degandek arab tiliga yot bir tildagi ikki ism deb qaraydi. Ba'zilar bu ikki so'z arablarning o't ulg'aydi deganni ajjatin nar deb atagandagi ajja degan so'zdan turlanib chiqqan deb qaraydi. Chunki ular nihoyatda nachar xalq bo'lib, o't qo'yib, bag'u bo'stonlarni ko'ydirib, zaminni xaroblashtiradi. Yana ba'zilar ma'ul ujaj, nihoyatda tuzliq suvdagi ujaj degan so'zdan turlangan deb qaraydi. Yana ba'zilar al-ajju degan so'zdan chiqqan deydi. Bu nihoyatda yuguruk, yaltapan degan ma'noda. Yajuj Majujlarning dini qaysi? Ularga payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning da'vati yetib borganmi yo'q? Yajuj Majujlar Adam avlodidandir. Hafiz ibn Hajarning to'g'ri deb qaragan ko'z qarashi, ular Nuh alayhisalomning o'g'li Yafasning avlodlaridan bo'lgan ikki qabiladir. Ular Adam va Havvoning naslidan bo'lib, buningga Imron ibn Husayn radhiyallohu anhu rivoyat qilgan bunu hadis dalil bo'ladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam safarda edi, sahobalar bilan oldi kayni bo'lib ayrilib qoldi. Andan, ey insonlar, Parvardigoringlardan, ya'ni azobidan qo'rqinglar. Qiyomatning zilzilasi haqiqatan cho'ng ishdir. U kunda har bir imitayotgan ayol qattiq qo'rqinishdan tangirqab qolish bilan imitayotgan bo'qini unutadi. Har bir homildarning bo'yidan ajrab ketadi. İnsanlarni mas ko'rsan, halbuki ular haqiqatan mas emas. Demak, qiyomatning dahshati ularni as-hushidan ketkazayotgan. Lekin Allohning azobi qattiqdir, degan. Haj surasi 1-2 oyat. İkki oyatning oxirigacha shundoq o'lli qilib o'qiydi. Sahobalar payg'ambarimizning biror gapi borligini bilib, uloqlarni tezlatishdi. Sahobalar to'plashib, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning atrofiga yig'ilganda, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundoq dedi: "O kunning qandoq kunligini bilamsizlar? U shundoq bir kunki, Adam alayhissalom chaqirildi. Parvardigori Alloh tabarak va taolo uningga: "Ey Adam, do'zaxga avatiladigan kishilarni do'zaxga avatgin" deb xitob qildi. Adam: "Ey Rabbim, do'zaxga avatiladigan kishilar qanchalik?" deb so'raganda, Alloh taolo: "Har mingdan 999 do'zaxda, biri jannatda" deydi. Imron radhiyallohu anhu mundoq deydi: "Bu gapni anglab sahobalar jimib lamjim deyishmadi. Chiroylarida xushalliqdan asarmi qolmadi." Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu ahvolni ko'rgandan keyin ularga: "Yaxshi amal qilinglar va xush bishorat elinglar. Muhammadning joni ilkida bo'lgan zot bilan qasamki, sizlar boshqalar bilan birga bo'lsizlar, ularning sonini ko'paytirib yetadigan ikki turli toifa bilan birlasizlar. Ularning biri Yajuj Majujlar, yana biri Adam va iblis avlodidan halok bo'lganlar" dedi. Imron radhiyallohu anhu mundoq deydi: "Shuning bilan sahobalar yengillab qolgandek bo'ldi. Andan payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: Jinim ilkida bo'lgan zot bilan qasamki, sizlar butun insonlar orasida xuddi tugining biqinidagi bir tal mangchilik yoki uloqning oldi putidagi anchilik kilisizlar" dedi. Ularning sonining ko'pligi. Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundoq degan: "Yajuj Majujlar Adam avlodidandir. Agar ular qo'yib berilsa, insonlarning turmushini vayron qilib etadi. Ularning har birisi mingdan ortiq avlod qoldirmay o'lmaydi. Ularning orqasidan Tavil, Taris va Mansakdan iborat 3 ummat keladi." Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhu mundoq degan: "Alloh taolo maxluqotlarni 10 bo'lakka bo'lib, uning 9 bo'lagini farishtalardan, qolgan 1 bo'lagini boshqa maxluqotlardan qildi. Farishtalarni 10 bo'lakka bo'lib, 9 bo'lagini kecha-kunduz tasbih aytadigan, qolgan 1 bo'lagini dinni yetkazadigan qildi. Boshqa maxluqotlarni 10 ga bo'lib, 9 bo'lagini jin, 1 bo'lagini odam avlodlari qildi. Adam avlodlarini 10 bo'lakka bo'lib, 9 bo'lagini Yajuj Majuj, qolgan 1 bo'lagini boshqa odamlar qildi." Bu Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhuning so'zi bo'lib, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning so'zi emas, ham hadisning hukmidimi emas. Chunki Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhuning ba'zida Bani Isroil qissalarini oldiganligi va so'zi ichiga qo'shib qo'ydiganligi ma'lum. Bu yerda tilga ilishim mazmuniga chetishlik bo'lganligidandir. Ularning qiyofati.
Xolid ibn Abdullah ibn Harmala rivoyat qiladi-ki, uning hammasi mundaq degan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam chayon chaqib olganlikdan beshini tangan holatda xutba so'zlab mundaq degan. Sizlar dushman yo'q da'vatamsizlar. Yajuj majujlar chiqmaguncha sizlarning urushlaringlar oyoqlashmaydi. Yajuj majujlar yuzi kang, ko'zi kichik, sochlari qizg'uch qora bo'lib, har bir to'pilikdan chiqib tarqaladi. Ularning yuzlari bozg'anlangan qalqonga o'xshaydi. Ularning yuzlari bozg'anlangan qalqonga o'xshaydi. Ularning yuzlari kang, yumloq va go'shlik bo'lg'achqa bozg'anda o'rilgan qalqonga o'xshatilgan. Har bir to'pilikdan chiqib tarqaladi. Ya'ni har bir egiz joydan tez sur'atda chiqib zamonga tarqaladi. Ular to'smini qandoq teshidi? Yajuj majujlarning ikki qabila ekanligi, ularning buzg'unchilik qiladiganligi, shunga Zulqarnaynning ularga qarshi to'sma solganligi, to'smining ularni odamlarning yeniga chiqishdan cheklab turadiganligi haqidagi ma'lumotlar ilgari bayon qilingan edi. Shaksizki to'smining ichida ularning yeydigan ichidigani va o'ziga xos hayoti turmushi bor. Ular to'xtamasdan bu to'smini o'rish uchun harakat qiladi, teshib baqadi, ko'lab baqadi, to'xtamay tirishadi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam to'sma haqida mundaq degan. Ular to'smini kundi ko'laydi, hatto teshivatkili tas qiladi. Dal shu chaqda ularning boshlig'i qaytinglar ati davomli ko'laysizlar deydi. Andan Allah to'smini burunqidimi puxtaroq qilib asliga qaytarib qo'ydi. Taki ularning chiqadigan vaqti kelib, Allah ularni odamlarga avatishni iroda qilgan qadar ularning ish beshi qaytinglar ati davomli ko'laysizlar inshaalloh deydi. Әтсі ular qaytib kelganda to'smining o'zlari tashlab ketgan holatida ekanligini ko'radi. Shuning bilan ular to'smini teshib odamlar tarafga chiqadi. Suvlarni ichib qurtvatkil tas qaradi. Odamlar ulardan qochadi. Andan ular o'qlarni osmonga qaratib atadi. O'qlar qoniga milangan holda qaytib tushadi. Bu hadisdan 3 ishni bilib olaymiz. Birinchi, Alloh taolo ularni kechini kunduzga ulab ko'lashdan to'sgan. Navoda ular shunda qilgan bo'lsa edi, balkim teshalagan bo'lar edi. Ikkinchi, Allah Taala ularni yana to'smadan shota qatorliq narsalar bilan artilib o'tishdan to'sib, unda qilishni ularga bildirmagan va o'rgatmagan. Balkim ular artilib o'tishga tirishib baqsimi, to'sma bak egiz ham siliq bo'lg'achqa qodir bo'lolmagan gap. Uchinchi, Allah Taala inshaalloh degan so'zni taki qiyomat yaqinlashib, vaqti kelmaguncha ularga bildirmaydi. Ular taki qiyomat yaqinlashib chiqish vaqti kelganga qadar inshaalloh degan so'zni deyishga muvaffaq bo'lolmagan. Hadisda yana buni mazmunlarmi bor. Ulardan sanoatchilar, mansabdor hukmronlar, o'zidan yuqoridagilarga bo'ysunadigan fuqarolar bor. Ulardan yana Allohni to'naydigan, Allohning qudrati va irodasini e'tirof qiladiganlarmi bor. Yana shunday ehtimollikmi borki, inshaalloh degan so'z ularning boshliqining og'ziga ma'nosini uqmasdan shundaqla kelib qolgan bo'lib, u so'zning barakatidan ko'zlagan maqsad hosil bo'lgan bo'lishi mumkin. Yajuj Majuj to'g'risida kelgan oyat va hadislar. Oyatlar. Allah Taala Yajuj Majujlar haqida mundaq degan. Ular, ya'ni Yahudiylar sendan Zulqarnayn to'g'riliq so'rashidi. Sizlarga men ularning qissasini vahiy asosida bayon qilaman degan. Uningga biz zaminda haqiqatan kuch-qudrat ato qildik. Uningga o'z maqsadiga yetishning butun yo'llarini osonlashtirib berdik. Zulqarnayn Allah uningga osonlashtirib bergan yo'lga mangdi. U kun petish tarafga yetib borganda kunning qari layliq buloqqa petib ketayotganligini his qildi. U buloqning yanida bir turli qavmni uchratdi. Biz, ey Zulqarnayn, sen ularni jazolagin yoki ularga yaxshi muomalada bo'lgin dedik. Zulqarnayn aytdi: Kimki zulm qilgan bo'lsa, biz uni jazolaymiz. Andin u Parvardigorning dargohiga qaytarildi. Parvardigor uni qattiq jazolaydi. Kimki iymon etsa va yaxshi amal qilsa, uningga eng yaxshi mukofot beriladi. Uni qulay ishga buyuramiz. Andin Zulqarnayn Allah uningga oson qilib bergan yo'lga mangdi. Zulqarnayn kun chiqish tarafga borganda kunning shundoq bir qavmning ustiga tushayotganligini ko'rdiki, u qavmga biz kunning haroratidan saqlanadigan kiyim, imorat qatorliq narsalarni ato qilmadik. Ahvol shundoq bo'ldi. Ya'ni Zulqarnayn kun chiqish tarafdagi kishilarga kun petish tarafdagi kishilarga qilgan muomalani qildi. Biz uning qo'lidagi narsalardan to'liq xabardor edik. Andin u Allah uningga oson qilib bergan yo'lga mangdi. Zulqarnayn ikki tog' orasiga yetib borganda, ikki tog' oldida hech qanday so'zni tushunmaydigan, ya'ni o'zining tilidan g'ayri tilni bilmaydigan bir qavmni uchratdi. Ey Zulqarnayn, Yajuj bilan Majuj yer yuzida haqiqatan buzg'unchilik qilguvchilardir. Biz bilan ularning orasiga bir to'sma solib berishing uchun sana bir qism malimizni bajiga o'xshash to'lasak bo'lamdi dedi. Zulqarnayn aytdi: Allohning menga bergan narsalari, ya'ni kuch-quvvat va podshohlik sizlarning menga beradigan malinglardan ortiqdir. Menga odam kuchi yordam qilinglar.
ular bilan sizlarning oranglarga mustahkam bir to'sma solib beray. Manga temir parchalarini olib kelinglar. Temir parchalari dövlənib, ikki tağның arası təkşi bolğanda körüklərini besinglar. Temir parchalari qizib o'tdek bolğanda u manga eritilgan misni beringlar, ustiga to'kay dedi. Ular, ya'ni Yajuj Majujlar uning ustiga chiqishqimi, uni teshishgimi qodir bo'lolmadi. Zulqarnayn aytdi: "Bu, ya'ni to'smaning bino qilinishi Parvardigorimning ne'matidir. Parvardigorimning va'dasi ishqa oshganda, u uni tüp-tüz qilib etadi. Parvardigorimning va'dasi haqdir. O kunda, ya'ni qiyomat kunida qistongchilikdan kishilarni bir-biriga giralashtirib o'tamiz. Sur chalinadi. Ularni hisob uchun yig'amiz." Kahf surasi 83-oyatdan 99-oyatlargacha. Har qanday so'zni tushunolmagili tas qoladigan, ya'ni o'zlari bilan paranglashgan kishilarning gapini nihoyat ta'sda bak asta tushuna oladigan. Haq Taala aytadi: Yajuj Majuj to'smasi echib etilganda, ular zaminning har bir to'bilaklardan aldirab chiqib keladi. Anbiya surasi 96-oyat. Har bir to'bilaklardan aldirab chiqib keladi. Ya'ni har bir egiz joydan aldirab chiqib zaminga tarqalib ketadi. Hadislar. Müminlarning onasi Zaynab binti Jahsh radhiyallohu anha shundaq rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aloqazada bo'lg'unisha yanimga kirib, la ilaha illalloh. Arablarga yaqinlab kelayotgan yomonlikdan voy. Bugun Yajuj Majujning to'smasidan munchilik ochilib ketdi deb ko'rsatgich barmoqi bilan bosh barmoqini tugulak halqa qildi. Men: "Ey Rasululloh, aramizda yaxshi kishilar tursimi halok bo'lamdiq" deb so'rasam, agar yomon ish ko'payib ketsa, cho'qim shundaq bo'ladi deb javob berdi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu shundaq rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Alloh taolo Yajuj Majuj to'smasidan munchilik echivatdi deb bosh barmoqi va ko'rsatgich barmoqini halqa qildi. Abu Said al-Khudri radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Alloh taolo: "Ey Adam" deydi. Adam alayhisalom: "Labbay ya Rabbim, mana men tayyor. Barliq yaxshilik sizning qo'llarda" deydi. Alloh taolo Adam alayhisalomga xitob qilib: "Ey Adam, do'zax ahlini avatgin" deydi. Adam alayhisalom: "Qanchaligi do'zax ahli" deb so'raydi. Alloh taolo: "Har 1000 odamdan 999 do'zaxga, biri jannatga kiradi" deydi. Shu chaqda kichik bolalarning chechi oqarib ketadi. Har bir homildor ayolning bo'yidan ajrab ketadi. Kishilarni mast holatda ko'rasan, amaliyotda ular mast emas. Allohning azobi qattiqdir. Bu chaqda sahobalar: "Ey Rasululloh, jannat ahlidan bo'lgan bir kishi qaysimiz bo'lamiz" deb so'raganida, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: "Xush bishorat elinglar. Jannat ahli bo'ladigan bir kishi sizlardan, do'zax ahli bo'ladigan minglarcha kishi Yajuj Majujlardan bo'ladi" deb javob berdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: "Jinim ilkida bo'lgan zot bilan qasamki, men sizlarning jannat ahlining 4dan biri bo'lishinglarni umid qilaman" deganda, biz takbir aytib ketdik. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: "Men sizlarning jannat ahlining 3dan biri bo'lishinglarni umid qilaman" deganda, biz takbir to'lab ketdik. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: "Sizlar kishilarning orasida xuddi oq kaladagi qora tukka yoki qora kalaning terisidagi oq tukka o'xshash bo'lasizlar" dedi. İmran ibn Husayn radhiyallohu anhuma rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam safarda edi, sahobalar bilan oldi-kayni bo'lib ayrilib qoldi. Andan: "Ey insonlar, Parvardigoringlardan, ya'ni azobidan qo'rqinglar. Qiyomatning zilzilasi haqiqatan cho'ng ishdir. U kunda har bir imitayotgan ayol qattiq qo'rqinishdan tangirqab qolish bilan imitayotgan bo'qini untuydi. Har bir homildorning bo'yidan ajrab ketadi. İnsanlarni mast ko'rsan, halbuki ular haqiqatan mast emas. Demak, qiyomatning dahshati ularni as-hushidan ketkazayotgan. Lekin Allohning azobi qattiqdir degan ikki oyatning oxirigacha shundoq o'nlik qilib o'qib edi. Sahobalar payg'ambarimizning biror gapi borligini bilib, uloqlarini tezlatishdi. Sahobalar to'plashib payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning atrofiga yig'ilganda, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bundoq dedi: "O kunning qanday kunligini bilamsizlar? O kun shundoq bir kunki, Adam alayhisalom chaqirildi. Parvardigori Alloh tabaraka va taolo uningga: Ey Adam, do'zaxga avatiladigan kishilarni do'zaxga avatgin deb xitob qiladi. Adam: Ey Rabbim, do'zaxga avatiladigan kishilar qanchalik deb so'raganda, Alloh taolo: har 1099 do'zaxda, biri jannatda deydi. İmron radhiyallohu anhu mundaq deydi: Bu gapni anglab sahobalar jimib lam-jim deyishmadi. Chiroylarida xushalliqdan asarmi qolmadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu ahvolni ko'rgandan keyin ularga: yaxshi amal qilinglar va xush bishorat elinglar. Muhammadning joni ilkida bo'lgan zot bilan qasamki, sizlar boshqalar bilan birga bo'lsalar, ularning sonini ko'paytirib etadigan ikki turlik toifa bilan bilasizlar. Ularning biri Yajuj Majujlar, yana biri Adam va Iblis avlodidan halok bo'lganlar dedi. İmron radhiyallohu anhu mundaq deydi:
Shuning bilan sahobalar yengillab qolgandek bo'ldi. Ondan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam jinim ilkida bo'lgan zot bilan qasamki, sizlar butun insonlar orasida xuddi tugining biqinidagi bir tal mangchilik yoki uloqning oldi putidagi anchilik kelisizlar dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qiyomatning alomatlari va Isa alayhissalomning tushishi haqida so'z qilib bundoq degan. Ana shu chaqda Alloh taolo Isa alayhissalomga vahiy qilib, "Men bir toifa bandalarimni chiqardimki, hech kim ularga teng kelolmaydi. Shunga sen bandalarimni, yaningdagi mu'minlarni tur tig'iga elib kel" deydi. Navvas ibn Sam'an radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bundoq degan: Alloh taolo Yajuj Majujlarni avatadi. Ular har qaysi to'bilaklardan aldirab chiqib keladi. Ularning dastlabki firqalari Tabariya ko'lidan o'tganda, uning suyini biroqla ichib etadi. Keyingi firqalari o'tganda, aslida bu ko'lda suv bo'lgan ekan deyishidi. Tabariya ko'li Jalil dengizi yoki Jalil ko'li deb ataladi. U kichik ko'l bo'lib, Falastinning shimoliga joylashgan Tabariya ko'liga Iordaniya daryosining suvi eqib kirib, Iordaniyaning ostinqi qismining o'rtasidan eqib chiqib ketadi. Tabariya ko'lining uzunligi 23 kilometr, kengligi 13 kilometr keladi. Cho'nqurligi 44 metrdan oshib ketmaydi. Dengiz yuzidan 210 metr tuvan. Ondan keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bundoq dedi. Keyin ular Baytul Muqaddasdagi bir taqqa, ya'ni Xamar tag'iga yetib berib, biz yer yuzidagi kishilarni o'ldirib bo'ldik, hamda osmondagilarni o'ldiramiz deyishdi va osmonga o'q etishga boshlaydi. Lekin Alloh taolo ularning o'qlarini qonga bo'yalgan holatda orqaga qaytarib etadi. Allohning payg'ambari Isa alayhisalom va uning hamrohlari qo'rshovga ilindi. Hattoki o'kizning beshi ular uchun sizlarning hozirgi 100 dinaringlardan qimmatli bo'lib ketadi. Isa alayhisalom va ularning hamrohlari Allohga yalvaradi. Alloh taolo Yajuj Majujlarga qurutlarni avatadi. Shuning bilan hammasi xuddi bir odam o'lgandek biroqla o'ladi. Allohning payg'ambari Isa alayhisalom va uning hamrohlari pastga tushganda, zaminning hamma yerini ularning jasadlari va badbo'y puroqlar qoplab ketganligini bayqaydi. Ular Allohga bu jasadlarning va badbo'y puroqlarning yo'qolishini tilab duo qiladi. Alloh u yerga tugi bo'ynidek yo'g'on qushlarni avatadi. Qushlar ularni ko'tarib Alloh xohlagan yerga tashlaydi. Ondan Alloh shundoq bir yomg'ir yog'dirdiki, yomg'ir biror uy va yoki biror chidirni musoq qoldirmaydi. Zaminni yuyib aynakda qilib qo'ydi. Ondan zaminga mevalarini o'stirgin, barkatlarini asliga keltirgin deyiladi. Shu kunlarda bir tal anarni bir jamoat kishilar yeb to'yidi. Shupaklari bilan saydaydi. Sutga shundoq barkat berildiki, hatto bir sutlik tuga zo'r bir turkum kishilarga yetib oshidi. Siyirning suti bir qabila kishilarga, bir sog'liqning suti bir jamoat kishilarga yetadi. Ular shundoq yashayotgan chaqda Alloh taolo tuyuqsizla mayin bir shamolni avatadi. Shamol ularning qo'ltiqlarining ostidan o'tib, har bir mu'min musulmonni qabzroq qiladi. Ulardan keyin zaminda eshaklardek oshkora jinsiy aloqa qilishadigan eng eski odamlar qoladi. Mana shu vaqtda qiyomat qoyim bo'ladi. Boshqa bir rivoyatda bundoq kelgan. Isa alayhisalom va uning hamrohlari Allohga yalvorib duo qiladi. Alloh ularga tugi bo'ynidek yo'g'on qushlarni avatadi. Qushlar ularni ko'tarib cho'nqur o'raklarga apirib tashlab etadi. Musulmonlar Yajuj Majujlarning o'qyalari, o'qlari va o'qtallarni 7 yil ko'ydirdi. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu bundoq deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Makkadan Baytul Muqaddasga olib berilgan kechasi Ibrohim, Musa va Isa alayhisalomlar bilan uchrashdi. Ular qiyomat haqida so'zlashdi. Ular so'z qilish navbatini Isa alayhisalomga berdi. Isa alayhisalom Dajjalning o'ldirilishini bayon qildi. Ondan keyin bundoq dedi. Kishilar shaharlariga qaytadi. Yajuj Majujlar har bir to'pilaklardan aldirab chiqib, ularni kutib oladi. Yajuj Majujlar biror suvning qashidan o'tib qolsalar, uni ichib tugitib etadi. Biror narsaning yenidan o'tib qolsalar, uni buzib etadi. Kishilar mening qashimga panohlik izlab keladi. Ondan men Allohga duo qilaman. Ondan Yajuj Majujlar o'ladi. Ularning jasadlarining puruqi hamma yerni qoplaydi. Kishilar jasadlarining puruqidan bezar bo'ladi. Ular mening qashimga keladi. Men Alloh taolaga duo qilaman. Alloh osmondan mo'l yomg'ir yog'dirib berdi. Yomg'ir suvi ularning jasadlarini eqitib dengizga apirib tashlaydi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bundoq deganligini rivoyat qiladi. Yajuj Majujlar kishilarga hujum qiladi. Suvlarni ichib tugitib etadi. Kishilar ulardan qochadi. Ular osmonga qaratib o'q atsa, o'qlari qonga bo'yalgan holda qaytib tushadi. Ular buni ko'rib, zamindagilarni yengdik, osmondagilardan g'olib keldik deydi. Alloh ularga qurut avatadi. Ondan ular halok bo'ladi. Muhammadning joni ilkida bo'lgan zot bilan qasamki, zamindagi hayvonlar ularning go'shtlarini yeb samarib ketadi.
Yajuj Ma'jujlar haqida kelgan zaif hadislardan biri. Yajuj Ma'jujlar haqida kelgan zaif hadislardan biri. Yajuj Ma'jujlar haqida nurg'unlagan oyat va hadislar kelgan bo'lib, shuning bilan birga kishilar orasida bir qism zaif hadislar ham taralgan. Men bu yerda Yajuj Ma'jujlarning ahvolini bayon qilish uchun u hadislarning birini so'zlab o'taman. Huzayfa ibn Yaman radhiyallohu anhu mundaq deydi: Men payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan Yajuj Ma'jujlar haqida so'ragan edim. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Yajuj bir ummat, Majuj bir ummat bo'lib, har bir ummat 400 ming kishidan tarkib topgan. Har bir ummat 400 ming kishidan tarkib topadi. Ularning har biri naslidan qurol ko'tara oladigan ming arni ko'rmay turib o'lmaydi deb javob berdi. Men: "Ey Rasululloh, ular haqida so'zlab bersizlar" dedim. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: "Ular 3 guruh bo'lib, bir guruhi arzga o'xshash" dedi. Men: "Arz degan nima?" deb so'radim. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: "U Shamdagi bir daraxt bo'lib, 120 ming gaz o'sidi. Bu guruhga na tog', na to'mir tankilalaydi. Ikkinchi guruh bir qo'liqini yerga silib yatsa, yana bir qo'liqini yotqan qilib yotadi. Oldiga uchirgan fil, yovvoyi hayvon, to'ga va cho'chqa deganlarning hammasini yeydi. Ichidan biri o'lib ketsa, uni yeydi. Ularning bir uchi Shamda, yana bir uchi Xorasonda bo'ladi. Sharqdagi daryolarning va Tabariya ko'lining suyini ichidi va ularning suyini quritib yetadi" dedi. Yajuj Ma'jujlarning halok bo'lishi. Yajuj Ma'jujlar er bo'lsin, ayol bo'lsin, kichik bolalar bo'lsin, ular zaminda buzg'unchilik qilib, insonlarni o'ldirib, harom ishlarni bari kuchi bilan qilib, hakavorlik qilib yashaydi. Hattoki ularning kufrligi chekidan eshib, zamindagilarni mag'lub qilgandek, osmondagilarni mag'lub qilamiz deb osmonga o'q etish darajasiga yetib boradi. Ularning yomonligidan muhosira ilingan yoki yoshirinib olgan kishilarla qutulib qolalaydi. İsa alayhissalom va uning bilan birga bo'lgan mu'minlar muhosira ilinganlarning qatoridan bo'lib, ularga ochliq, muhtojlik va ig'ir charchash yetadi. İsa alayhissalom va ularning hamrohlari yuqorqi hadislarda kelgandek Allohga yalvorgan vaqtda Alloh Yajuj Ma'jujlarga qurtlarni avatadi. Ular shu qurtlarning sababi bilan o'lib ketadi. Alloh to'gining bo'ynida qushlarni avatadi. Ular Yajuj Ma'jujlarning jasadlarini ko'tarib, Alloh buyurgan yerga apirib tashlab etadi. Andan Allah yağmur yağdırıp o yerlerini aynakdek pak-pakiz qilib etadi. Andan zamanға meyvelerini östürgün, berkitini asliga keldirgin deyiladi. Abu Said al-Khudri radhiyallohu anhu rivoyat qiladi ki, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bundaq degan: Yajuj Majuj tosmasi ochilib, Alloh taolaning ular har bir to'pilikdan aldirab chiqib keladi degandek, ular kishilarga hujum qilgan holda chiqadi. Ular zaminda buzg'unchilik qiladi. Musulmonlarning shaharlariga, qo'rg'onlariga ko'z tutishdi. Ularning chorvalarini elib oladi. Yajuj Majujlar zamindagi suvlarni ichib to'kib etadi. Hatto ularning bir qismi ma'lum bir daryodan o'tadi va suvlarni pak-pakiz ichib, daryoni quruqdab qo'ydi. Qolganlari bu daryodan o'tganda aslida bu yerda suv bo'lgan ekan deyishdi. Andan payg'ambar sallallohu alayhi va sallam so'zini davom qilib mundoq deydi: Yer yuzida insonlardan faqat qo'rg'on va shaharga yoshirinib olgan yoki muhosiraga ilingan kishilarla aman qoladi. Yajuj Majujlar zamindagi kishilarni mag'lub qildik, osmondagilar qoldi deydi. Andan ularning biri nayzani o'ynatib osmonga qaratib atadi. Nayza qonga bo'yalgan holda tushidi. Ya'ni ularga Allohdan baloyi ofat keladi. Shu chaqda Alloh taolo ularga qurtlarni avatadi. Qurtlar ularga hujum qiladi. Ularning hammasi un chiqmayli o'ladi. Musulmonlar aramizdan biror kishi dushmanlarning nima qilayotganligiga bir qarab baqqan bo'lsa ha deydi. Andan musulmonlardan bir kishi o'zining o'lib ketadiganligini jazm qilgan holda dushmanlarga qarab baqish uchun mangadi. Pastga tushganda ularning bir-birisining ustiga yiqilgan holatda o'lganligini ko'rib, "Ey musulmonlar, xush xabar! Alloh sizlarni dushmanlaringlardan saqlab qoldi" deb to'laydi. Ular shaharlardan va qo'rg'onlardan chiqadi. Chorvalarni o'tlashga qo'yib berdi. Chorvalar uchun faqat Yajuj Majujlarning go'shtlarini qolgan bo'lib, chorvalar samirtilgan o'simliklarning eng yaxshisini yegandak, ularning go'shtlarini yeb samirib ketadi. Atiya Avfidan qilingan rivoyatda Abu Said radhiyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning bundoq deganligini rivoyat qilgan. Ular zamindagilardan qo'rg'onlarga yamishib olgan kishilardan boshqalarini halok qiladi. Zamin ahlini halok qilib bo'lgandan keyin bir-biriga yuzlanib, faqat qo'rg'onlardagilar va osmonlardagilarla qoldi deyishdi-da, o'qlarni osmonga qaratib atadi. O'qlar qonga bo'yalgan holda tushidi. Andan ular osmondagilarni mag'lub qildik, qo'rg'onlardagilarla qoldi deydi va ularni texami qattiq muhosiraga elib oladi. Ana shu chaqda Alloh ularga qurtlarni avatadi-da, qurtlar ularning bo'yinlarini o'zib etadi. Ular bir-birining ustiga yiqilgan holatda o'lishga boshlaydi. İsa alayhissalom bilan birga muhosiraga ilinganlardan biri
Kabe'ning parvardigori Allah ularni o'ldirdi deydi. İsa alayhissalomning hamrohlari Yajuj Majujlar bizni aldayotdi. Agar biz ularning qashiga chiqsak, ular qarindoshlarimizdan halok qilgandek bizni halok qilib o'tadi deydi. Haliq kishi, ya'ni ularni Allah o'ldirdi degan kishi, "Menga ishkini echib beringlar" deydi. Boshqalar echib bermaymiz deydi. O kishi, "Undaqda meni arg'amchi orqali pastga tushiringlar" deydi. U tushgan vaqtda Yajuj Majujlarning o'lganligini ko'radi. Yajuj Majujlar halok bo'lgandan keyin hech qanday urush bo'lmaydi. Allah Taala Yajuj Majujlarni halok qilgandan keyin zaminda faqat mu'minlarla qoladi. Barakat va yaxshiliklar keng tarqaladi. Ularning ruhlari poklanadi. Urush va janglar oxirlashadi. Salama ibn Nufayl radhiyallohu anhu mundaq degan: "Men payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning qashida o'ltiratdim. Bir odam kelib: "Ey Allohning payg'ambari, kishilar atlarni qo'yibdi, qurollarni tashladi va bundan keyin urush, jihad bo'lmaydi. Chunki urush tugadi deyishibdi" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: "Ular yolg'on aytibdi. Shu tapda jihad amiri keldi. Mening ummatimdan bir turkum jamoat hamisha haq ustida urush qiladi. Qiyomat bo'lguncha Alloh ularga ma'lum qavmlarning dillarini moyil qilib berdi va shular orqali rizq berib turdi. Yajuj Majujlar oshkora bo'lmoqcha urush tugmaydi" dedi. Yajuj Majujlar chiqqandan keyinmi haj faoliyati davom qiladi. Abu Said al-Xudri radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Yajuj Majuj paydo bo'lgandan keyinmi bu Baytullohga haj va umr davomlashadi degan. Zulqarnayn Yajuj Majujlarga qarshi salgan to'smini ko'rganlar bormi? Uni ko'rgili bo'lamdi. Sahobalarning biri uni ko'rgan. Imom Buxoriy rivoyat qilib mundaq deydi: "Bir odam payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga men to'smining yo'lliq kiyimga o'xshash ekanligini ko'rdim" deganda, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uning to'g'ri sifatlaganligini tasdiqlab, "Uni ko'ribsan" degan. İbn Hajar mundaq deydi: "Bu hadisni İbn Abi Umar, Said ibn Abi Arubadan, o Qatadadan, o Madinalik bir odamdan mundaq rivoyat qilgan. U odam payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga: "Ey Rasululloh, men Yajuj Majuj to'smasini ko'rdim" deganda, Rasululloh uni qandoq ko'rding deb so'radi. U oq va qizil yo'lliq kiyimga o'xshash ko'rdim degan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uning so'zini tasdiqlab, "Haqiqatan sen uni ko'ribsan" degan. Hafiz İbn Kasir rahmatullohi alayh bir qism podshohlarning u to'smini topmoqchi bo'lganlik qissasini bayon qilib mundaq degan: Xalifa Vosiq o'z zamonasida bir qism valilarni to'smini izlab tepib kelib, uningga xabarini berish uchun bir kichik qo'shin bilan avatgan. Ular yurtma-yurt kezib yurib uni topgan. Ularning bayon qilishicha, ular uning to'mir va toshdan bino qilinganligini, uningda cho'ng qulub silingan cho'ng bir eshikning borligini va yana qalduq kesaklarni ko'rgan. Onun yanında onunğa yaqin padişahlarının qoğduğuçuları bar ekan, o nahayat mustahkam, egiz hem hayvatlik bo'lib, atrofida hech bir tog' yo'q ekan. Ular 2 yildan ko'proq vaqt yo'qab ketib, ajoyib g'aroyib ishlarni ko'rib, yurtlarga qaytgan. Hafiz ibn Kasir bu qissaning sanadini bayon qilmagan va hech qanday bahomi bermagan. Vallohu a'lam. Zulqarnayn to'smasi bilan Sadichin sepilning munosabati bormi? Zulqarnayn to'smasi bilan Sadichin sepilning tuvandagidek bir qancha jihatdan farqi bor. Zulqarnayn to'smasini Yajuj Majujlarning hujumidan saqlanish uchun salgan. Saddichin sebilni bo'lsa, Chin podshohlari davlatlarni qo'g'dash uchun salgan. Oyatda tilga olingan to'smaning materiali to'mir va toshdir. Saddichin sebilning materiali bo'lsa, tosh va pishshiqdir. Yajuj Majuj to'smasi ikki tog' orasidagi birdan-bir o'tishma eg'izini to'sish uchun ikki tog' orasiga silingan. Ammo Saddichin sebili bo'lsa, tog' cho'qqullari va o'tishma yo'llariga silingan bir to'sma bo'lib, u Xitoyning sharqidan g'arbiga necha ming mil so'zilgan. Yajuj Majuj to'smasini oxir zamonda Alloh xohlagan vaqtgacha teshib o'tish mumkin emas. Ammo Saddichin sepilning ba'zi joylari o'rilib tushgan va kishilar uningga bemalol kirib chiqa oladi. Hatto kishilar uning bir qism joylarini buzib o'tgan. Nima uchun sun'iy amra Yajuj Majuj to'smasini bayqay olmadi? Butkul zaminni va barcha maxluqotni faqat hammani to'liq bilguchi Allohla to'liq biladi. Bizning Yajuj Majuj to'smasining o'rnini bayqay olmaganligimiz ularning mavjud emasligini bildirmaydi. Allah insonlarni Yajuj Majujlarni va to'smasini ko'rolmaydigan qilib qo'ygan bo'lishi yoki Alloh taolo Bani Isroilni cho'llikka mahkum qilib, belgilangan muhlat to'shmoqcha kichkina o'rinda 40 yil ezib yurganligi va kishilarning ularni bayqay olmaganiga o'xshash kishilarni Yajuj Majujlarni va to'smasini bayqab qilishdan cheklaydigan narsalarni yaratgan bo'lishi mumkin. Alloh har narsaga qodirdir. U zot har narsaning vaqt soatini bekitgan. Haq taolo aytadi: Qur'on haq tursa, uni qavming inkor qildi. Men sizlarga homiy emas degan. Allah tarafidan oldin ola berilgan har bir xabarning maydoniga keldigan vaqti bor. Uzoq qolmay bilasizlar.
An'am surasi 66-67 oyatlar. Ilgirkilar keyinkilar bayqagan narsalarni bayqay olmagan. Chunki Alloh hamma narsaning qarorlarini bekitgan. Qozi Iyaz mundaq degan: Yajuj Majujlar haqidagi bu xabarlarning haq ekanligiga iymon etish vojibdir. Chunki Yajuj Majujlarning chiqishi qiyomatning alomatlaridan bo'lib, ular haqida mundaq deb kelgan: Ularning ko'pligidan hech kimning ularni o'ltirishga kuchi yetmaydi. Ular Allohning payg'ambari Isa alayhissalomni va uning bilan birga bo'lgan mu'minlarni muhosiraga elib oladi. Isa alayhissalom Yajuj Majujlarga badduo qiladi. Shuning bilan Alloh ularning gadiniga tushgan qurut bilan ularning hammasini halok qiladi. Ularning sesiq puruqi zaminni qoplaydi va mu'minlarni bearam qiladi. Isa alayhissalom hamrohlari bilan birga Allohga duo qiladi. Shuning bilan Alloh qushlarni avatadi. U qushlar ularni Alloh xohlagan yerga elib ketadi. Oxirgi bir masala. Musulmonlarga Yajuj Majujlar bilan urushish vojibmi? Vojib emas. Chunki Isa alayhissalom qissasi va Alloh taolaning Isa alayhissalomga haqiqatan men hech qanday kishi urusholmaydigan bir jamoa bandalarimni chiqardim. Sen mu'min bandalarimni tur tig'iga elib borgan deb vahiy qildiganligi ilgari bayon qilingan. Sajiya Islom tadqiqot markazi